O'zbekiston dunyo miqyosida taraqqiy topib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Bu jarayonda o'tib borayotgan har bir yilning o'z o'rni bor. Ya'ni yildan yilga iqtisodiy yuksalishlar mamlakatdagi har bir hududning yangilanib borayotgan qiyofasi, xalqning farovon turmushda o'z aksini topmoqda. Bunda iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida hayotga tatbiq etilayotgan huquqiy asoslar va ularga tayanib amalga oshirilayotgan maqsadli islohotlar muhim dasturlamal bo'layotir. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlariga muvofiq har bir hududda innovatsion tumanlar tashkil etilgan edi. Shunga ko'ra, Navoiy viloyatidagi ikkita tuman bugun aynan shu yo'nalishda taraqqiyoti yuksalib borayotgan hududlar sirasiga kiradi. Albatta, bugun shu yo'nalishda ish olib borayotgan tumanlar iqtisodiyotida erishilayotgan yutuqlar salmog'ini oshirish, innovatsion loyihalarni boshqa hududlarga ham tatbiq etish muhim vazifalardan biri. Ya'ni boshqa viloyatlarning innovatsion hududlardagi loyihalar va ularning istiqbollari o'rganilib borilsa va yana yangi ishlarga asos bo'lsa, uning natijasi albatta e'tirofli ekani shubhasiz. Shu maqsadda navbatdagi innovatsion tajriba almashinuvi Navoiy viloyatidagi innovatsion hudud hisoblangan Karmana va Qiziltepa tumanlariga amalga oshirildi. Dastlab jarayonda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shahri va viloyatlardagi innovatsion hududga aylantirilgan tuman shahar hokimlarining innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosarlari Karmana tumanidagi loyihalar bilan tanishdi. Karmana tumani muhtaram yurtboshimizni 2021-yildagi tegishli farmonlariga muvofiq innovatsion tuman etib belgilangan bo'lib, mana shu o'tgan vaqt davomida qariyb 20 milliard so'mlik 12 ta innovatsion loyihalar moliyalashtirildi va bugungi kunda 11 tasi ishga tushirildi. Joriy yilda o'zida ham umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 6 ta innovatsion loyihalarni ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu tijoratlashtirish loyihasi hamda Jahon bankining Munis loyihasi bo'yicha umumiy qiymati 695 ming dollarlik bo'lgan 5 ta loyihani ichiga qamrab olgan va buning natijasida 100 dan ortiq ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Bundan tashqari Karmana tumanini innovatsion hududga aylantirish bo'yicha barcha sohalarda qurilish, sanoat, ijtimoiy sohalarda ham, qishloq xo'jaligi sohasida ham Navoiy viloyatimizda joylashgan 3 ta yirik oliygohlar bilan Fanlar akademiyasining viloyat bo'limi bilan hamkorlikda turli tadqiqot, ilmiy hamkorlik ishlari samarali yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, yoshlarimizda ham innovatsion g'oyalarni shakllantirish, g'oyasi bor yoshlarimizdagi o'sha startap g'oyalarni tijoratlashtirish loyihalarini ham moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Yoshlar ishlari agentligi huzurida yoshlar klubi tashkil qilingan. Tumanimizdagi 2 ta maktabda akseleratsiya markazlari tashkil qilingan. Bular orqali ham mana shu iqtidorli yoshlarimizni, innovatsion g'oyasi bor bo'lgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab kelinmoqda. Bundan tashqari 25-yilda Karmana tumanini innovatsion hududga aylantirish uchun alohida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu chora-tadbirlar rejasiga muvofiq barcha sohalar qamrab olingan. Bu sohalarda asosiy e'tibor sohalarda aqlli texnologiyalarni joriy qilish, tejamkorlikka erishish, ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarilishini tashkil etish asosiy masala qilib olingan. Umuman olganda Karmana tumanini innovatsion hududga aylantirish bo'yicha alohida konsepsiya tasdiqlangan bo'lib, mana shu konsepsiya doirasida ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirib borilmoqda. Innovatsion tuman hisoblangan Karmanada 2022-2026 yillarda qurilish va qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi, sanoat, tibbiyot, ta'lim, baliqchilik, parrandachilik, issiqxonalar, xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish belgilanib, o'tgan 2022-2024 yillarda umumiy qiymati 19,2 milliard so'mlik 12 ta innovatsion loyihalar moliyalashtirildi va o'tgan davr mobaynida 12,5 milliard so'mlik 11 ta loyiha ishga tushirilib, 109 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 2024-yilda ushbu korxonalar tomonidan 32,5 milliard so'mlik innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarildi. Bundan tashqari hududda innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari soni 132 taga yetkazildi va 2023-yilda 701,8 milliard so'mlik innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarilgan va tegishli xizmatlar ko'rsatilishiga erishilgan. Mas'ullar dastlab shunday istiqbolli loyihalardan biri, ya'ni tumandagi metallga ishlov berish va avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi korxonada bo'lib, uning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Men o'zi Toshkent viloyati Ohangaron tumani innovatsion hududidan kelganman. Hozirda bizning hududga ham 10 milliarddan oshiq 14 ta loyiha joriy qilingan. Bular qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va
aqlli ta'lim, aqlli maktab har xil yo'nalishlarda joriy qilinmoqda. Respublikada 14 ta hududda har bir viloyatdan 2 tadan hudud innovatsion tumanlar etib belgilangan. Shu munosabat bilan hozir mana tajriba almashish, fikr almashish, yo'qdagi ishlab chiqarishlar bilan tanishib, o'z hududimizda joriy qilish maqsadida Navoiy viloyatiga tashrifga keldik. Xudo xolasa mana birinchi korxonamizni tuman hokimi o'rinbosarlar bilan birgalikda tajriba almashib, ushbu korxonada bo'layotgan ishlab chiqarishlar bilan metallni qayta ishlab bugungi kunda mana o'zimizda bugungacha 100% import qilib kelgan Damas avtomobillari ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bilan tanishdik. To'g'risini aytganda mana hozirgi kunda bizni hududlarda endi joriy qilinish arafasida, sababi o'zimizda avtomobillarga ishlab chiqariladigan ehtiyot qismlar mana hozir Navoiy viloyatida ko'rib hayratda qoldim. Bu yoqqa kelishimizdan maqsad ushbu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni o'z hududimizda joriy qilib, integratsiya qilish, hamkorlikda ishlarni jadallashtirishdan iborat. Ta'kidlash joiz, ushbu korxona hududdagi yirik va yildan yilga rivojlanib borayotgan ishlab chiqarish quvvatlari sirasiga kiradi. Unda bir vaqtlar chet davlatlardan import qilingan ehtiyot qismlar mahalliy mutaxassislar tomonidan tayyorlanyapti. Bu nafaqat shu hudud, balki respublikamizning boshqa viloyatlaridagi ishlab chiqaruvchi korxonalar mahsulotlari tan narxining arzonlashishida muhim asos ekani e'tirofli. Bizning korxonamiz 2007-yil faoliyatini boshladi. 2016-yildan keyin mana bu loyihalarga e'tibor oshdi. Shunda biz dasturga kirilganda enshi nasosni ishlab chiqarish va elektrik dvigatellarni ishlab chiqarish. O'zbekistonda ko'pchilik elektrik dvigatelni noldan oxirgi etapgacha hech kim qilmagan. Unisini olib kelgan. Bu yoqda bizning maqsadimiz shu elektrik dvigatelni noldan ishlab chiqarish. Daskoklarni Germaniya, Italiya, Turkiyadan olib keldik. Yana bitta Valachina degan stanok kelish kerak. Medni to'rtburchak qisgan holda ham zakalka qilib cho'zib berish kerak edi. Shuni kutyapmiz, yilning oxirigacha keladi. Xudo xolasa, elektrik dvigatelni ham ishlab chiqaramiz. Bizga ishlab chiqarish uchun fond rabota bor. 9 belazli xodlarni, yurish xodlari uchun ishlatiladi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Zavoddan hozir ishlab chiqarish uchun tayyor shay turibdi. O'sha kelgandan keyin yana ishlab chiqarishni kengaytiramiz. Undan tashqari enshi nasos nima? Enshi 10, enshi 32, enshi 50, enshi 100, enshi 250. Oldinda Ukrainada ishlab chiqargan. Endi biz o'zimiz O'zbekistonda biz ishlab chiqarmoqchimiz. Bizda bundan Germaniyadan tishkichi daskoklari keldi, zuba shilpokalar keldi. Center shilpoka yaqinga 10 kun ichida shu bir oyni oxirigacha keladi, xudo xolasa. Yaqin shu 1 oyni ichida biz ishlab chiqaramiz. Agar buni ishlab chiqarsak, qishloq xo'jaliklariga traktorlarni rulovoy kolongasiga rulovoy yengillashtirib beradi. Enshi organlarni paxta oraliqlarga ishlash uchun enshi 32 kerak. Enshi 50lar avtomobil stroyini ko'proq ketiradi. Avtomobildagi yoki katta samosoval og'ir texnika yuklarni tillo parodalarni yuklab bu yerdan tushirishga enshi 50, enshi 100, enshi 250 ketadi. Daskoklar hammasi keldi. Biz tayyor, nasibda bir oycha ishlab chiqarishni boshlaydik. Bundan 10 yil oldinroq bizga ishchi xodimlar bizga 50 ta olmishlaydi. Hozirgi kunda 620 ta bo'ldi. Ana o'shangani bir 20-30 karra oshdi. Shunga yarasha daromad ham bor. Kelgan daromad pullarini yangi loyiha, yangi texnika daskoklarni olib kelishga harakat qilyapmiz. Bizga hozir Ispaniya beryapti $20 million. Germaniya $10 million uchun ajratildi. Daskoklar keladi, yana katta, yana 300 ta ish o'rinlari ochiladi. Hammasi bir yilda 1 trilliardlik so'mlik mahsulot ishlab chiqaramiz. Albatta, bugun hududda tashkil etilgan har bir loyihaning o'z maqsadi bor. Biri ehtiyot qismlar ishlab chiqarib, boshqa korxonaning tayyorlayotgan mahsulotda tan narxi arzonlashishiga hissa qo'shayotgan bo'lsa, yana biri so'zi bizga ko'p ham tanish bo'lmagan konchilik, geologiya uchun muhim asos bo'luvchi mahsulot tayyorlashni yo'lga qo'ya olgan. Tashabbusli hokim o'rinbosarlari keyingi manzilda bentanit ishlab chiqaradigan shunday korxona faoliyati bilan tanishdi. 2022-yil loyihani ishga tushirdik. 2022-yil tijoratlashtirishdan 894 million so'mlik tijoratlashtirish loyihasini oldik. Ya'ni bu tijoratlashtirish loyihasi qiymakorlikda farmovishni, ya'ni qiymakorlikda gil kukunlarini bog'lovchi sifatida ishlatish. Ya'ni bu bog'lovchi sifatida ishlatish metallarda strukturasi va sifatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu xom ashyo shu vaqtgacha Rossiya davlatidan keltirilgan bo'lib, 2022-yildan mahalliylashtirish dasturiga kirgizib, hozir o'zimiz ishlab chiqaryapmiz, eksportga ham yo'naltirilyapti. Bu mahsulot hozirgi kunda juda talab kuchli.
ko'p, ya'ni bu mahsulot eksport qilishga, ya'ni Belorussiya davlatlari bilan ham shartnomalar olib borilyapti. Mahsulot ishlab chiqarishi hozirgi kunda 15 ga yaqin ish o'rni yaratildi yoshlardan. Bir kunda 50 tonnagacha mahsulot ishlab chiqariladi. Mahsulotni ya'ni boyitish yo'li bilan ishlab chiqaramiz. Boyitish yo'lida ya'ni polimerlar va kalsiylurniy sodalar yordamida boyitiladi. Bu boyitilgan gil kukuni metallda darz ketishi, ya'ni metalldan qolib olishga, namuna olishda juda yaxshi foyda beradi. Bu boyitilgan gil kukunlari hozirgi kunda SNG davlatlarida ishlatilyapti. Shuning uchun hozir Qozog'iston, ya'ni Qirg'iziston davlatlari bilan shartnomalar tuzish arafasidamiz. Ishlab chiqarishimiz hozir quymakorlikda ishlatiladigan yangi navdagi bentonit gil kukunlarini shu yo'nalishda boyitishda, ya'ni Yevropada chiqarilgan, jahonda eng yaxshi gil kukunlar, ya'ni metallurgiyada ishlatiladigan gil kukunlarini O'zbekistonda mahalliylashtirib, shu o'zimizning tabiiy gil kukunlardan foydalangan holda, ya'ni chet davlatlarga sotish, ya'ni eksport qilish, O'zbekistonga valyuta olib kirish. Maqsadimiz bu. Navoiy viloyatining respublikada sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda ulushi salmoqli. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida birgina Karmana tumanidagi mavjud korxonalar tomonidan 3421,9 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilishiga erishildi. Sulfat kislota ishlab chiqarayotgan yangi korxona faoliyati ham tashabbuschilar e'tiborida bo'lib, ular zamonaviy quvvatlarning imkoniyati bilan yaqindan tanishdi. Bizning zavodimiz sulfat kislotasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Yilliga 330 ming tonnaga ikkinchi loyihamiz sulfat kislotasi ishlab chiqaradi. Sulfat kislotamiz Navoiyning ehtiyoji uchun beriladi. Undan tashqari bug' turbinasi o'rnatganmiz. O'zimizning ishlab chiqarilayotgan bug'dan elektr tok ishlab chiqarish. Bunda 15 megavat, 15 ming megavat elektr tok ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda 250 nafar ishchi ishlab kelyapti. Bir kunda ikkita zavodimizdan 800 tonnagacha kislota ishlab chiqaramiz. To'liq quvvatda ishlagan vaqtda 1000 tonnagacha kislota ishlab chiqaramiz. O'tgan yili noyabr oyidan mana ikkinchi loyihamizni ishga tushirdik. 330 ming tonna yillik ishlab chiqaramiz. Birinchi zavodimiz 125 ming tonnaga mo'ljallangandi. Hozirgi kunda buni loyihamizni quvvatini oshirib 150 ming tonna chiqarib, ikkalasidan 500 ming tonna yillik sulfat kislotasini ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda endi loyihalar yana kengayapti. 3-loyihamiz nasib bo'lsa qurilish jarayonida. Agar u loyihamizni ham 3-loyihamiz ishga tushsa, yilida 1,5 million tonna sulfat kislotasi ishlab chiqaramiz. Hozir 14 ta loyiha ko'zga tushtirilgan bu zavodimizda. 14 ta loyiha ishga tushganda 2200 nafar ishchini ish bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Bugun tumanning innovatsion loyihalarini hayotga tatbiq etishdagi istiqboli yuksak. Ya'ni 2025-yilda tumanda joriy etilishi rejalashtirilgan jami umumiy loyiha qiymati 11,5 milliard so'mlik 8 ta yangi innovatsion loyihalar portfeli shakllantirilgan. Ulardan 4 tasi tijoratlashtirish bo'yicha innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishli tartibda ko'rib chiqish maqsadida agentlikka taqdim etilgan. Ular ham amalga oshsa, bugun erishilayotgan yutuqlari salmog'i yanada yuksaladi. Ishsizlik darajasi keskin kamayadi. Bu esa mehmonlarda katta ta'sirot uyg'otib, o'z hududlarida yangi loyihalarni ishga tushirish istagini oshirgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Mana Navoiy viloyatiga innovatsion tumanlarni aylanish chog'ida ko'p yangi loyihalar ko'rdik, ko'p tajribalar almashish bo'yicha bir-birimiz bilan muhokamalar o'tkazdik. Mana yangi loyihalar, yangi ishlab chiqarishlarni ko'rdik. Biz Andijon viloyatida ikkita tumanimizda innovatsion tuman joylashgan bo'lib, Buloqg'och va Marhamat tumanlarida bizda ham juda ko'p loyihalar bor. Mana hozir ikkita katta ishlab chiqarishni ko'rdik. Hali metallardan qayta ishlab chiqarish, metallarni eritib dastgohlarga quyma qolipli narsalarni yaratib berish bo'yicha loyihalarni almashdik. Endi shu tajribadan kelib chiqib, buni bu yog'iga tadbirkorlarga imkoniyatlar yana ham yaratiladi. Hozir yana shu 2-3 tumanlarni ko'ramiz. Shu ko'rgan tajribalarimizni albatta tadbirkorlar bilan birgalikda ishlab, har bitta kerak bo'lsa shu viloyatlarda 2 tuman emas, har bir tumanda innovatsion tuman qilish rejalarimiz bor. Shu rejalarni amalga oshirish bo'yicha har bitta viloyatlar bilan qaysi viloyatga qaysi driver tushishi, qaysi driver qaysi tumanda tatbiq bo'lishi va u tabiatiga, ob-havosiga, iqlimiga, yashash tarziga to'g'ri kelishi bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bu bo'yicha olimlarimiz biriktirilgan, hamkasblar biriktirilgan, shu bo'yicha muhokamalar bo'lib o'tyapti. Navoiyda sanoati rivojlangan viloyat hisoblanib, mana ko'ryapmiz, katta loyihalar, asosiy loyihalar eksportga yo'naltirilgan, katta eksportlar amalga oshirilyapti. Ko'rib ko'zimiz bilan albatta bu tajribalarni o'zimizga kerakli xulosalarda oldik.
Albatta bu tajribalarni o'zimizning tadbirkorlar bilan olib kelib shu yerga shu loyihalarni o'zimizda tatbiq qilish, Andijonda tatbiq qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz, xudo xolasa. Viloyatning yana bir rivojlanib borayotgan hududi Qiziltepa tumani hisoblanib, unda bugun innovatsion ishlab chiqarish quvvatlari faoliyati yanada kengaymoqda. Hududlarda innovatsion rivojlanish tajribasini o'rganish va ilg'or amaliyotlarni joylarga tatbiq etish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida boshlangan sayohatning keyingi manzili aynan shu hudud bo'lib, hokim o'rinbosarlari bu yerda ham bir necha korxona faoliyati bilan tanishdi. Xususan, qo'lqop ishlab chiqaruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat ular e'tiborida bo'lib, uning imkoniyati, boshqa ishlab chiqaruvchilarga keltirayotgan nafi va istiqbollari o'rganildi. Zarafshon Bo'rdoqchilik MChJ negizida tashkil etilgan Zekofit donador ishlab chiqarish zavodi 2022-yilda tashkil topdi. Bu zavodda bir soatda 10 tonna, bir kecha kunduzda 240 tonnagacha, bir oyda esa 7000 tonnadan yuqori yem ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bizning Zekofit zavodimizda 12 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bular chorvalar uchun sog'in sigirlariga, buqalar uchun va buzoqlar uchun yemlar ishlab chiqarilmoqda. Parrandalar uchun tuxum yo'nalishdagi va go'sht yo'nalishdagi parrandalarga yem ishlab chiqarilmoqda. Hozirgi kecha kunduzda bizning mahsulotlarimiz faqat ichki bozorda mavjud. Kelajakda eksportga ham yo'naltirishni niyat qilganmiz. Zavodimizda 20 ga yaqin inson ish bilan band bo'lgan. Tumanda bugun nafaqat sanoat, qurilish mollari tayyorlash, xizmat ko'rsatish, balki chorvachilik ham rivojlanib boryapti. Bunda go'sht va sut mahsulotlari tayyorlash barobarida ularni qayta ishlashga alohida ahamiyat qaratilgan. Tashabbusli g'oyalarni o'zlashtirib, o'z hududiga tatbiq etish istagidagi hokim o'rinbosarlari bo'lgan navbatdagi manzil aynan shunday xo'jaliklardan biri bo'ldi. Innovatsiya nafaqat ishlab chiqarishda, balki ilm olish, hunar o'rganish, san'at va sport sohasini rivojlantirishda ham o'z aksini topsa, bugun erishilayotgan yutuqlar ko'lamini yanada kengaytirishimiz mumkin. Mehmonlar sportga, xususan shaxmatga qaratilgan yuksak e'tibor namunasi bo'lgan hududdagi xalqaro shaxmat maktabida ham bo'lib, u yerda yosh sportsevarlarga yaratilgan sharoitlarni o'rganishdi. Bu 2 kunlik tashrif doirasida tashrif bo'yicha mehmonlarimiz o'sha dastlab Karmon innovatsion tumanida bo'lib, bu yerdagi istiqbolli loyihalar, Karmon tumanining o'sha innovatsion ekotizimni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar. Mana bugun esa Qiziltepa innovatsion tumaniga tashrif buyurib, bu yerda ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasida amalga oshirilayotgan bog'liqlik, hamkorlik masalalari, innovatsion yo'nalishda amalga oshirilayotgan keng miqyosdagi zamonaviy tajribalar bilan tanishish maqsadida Karmon innovatsion tumanida bo'lishdi. Ushbu tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Navoiy viloyatining o'sha viloyatda amalga oshirilayotgan innovatsion ekotizim bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha tajriba almashish, nafaqat tajriba almashish, o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish
va kerak bo'lsa biz qaysidir ma'noda amalga oshirilgan loyihalarni eng namunalilarini amaliyotda joriy qilinganlarini ommalashtirish bo'yicha qilinayotgan ishlarning dastlabki qadamlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun Qiziltepa innovatsion tumanida ham yana bitta tajribalardan biri shu mamlakatimiz prezidenti tomonidan tashabbuslar bilan tashkil etilgan xalqaro shaxmat maktabida bo'lib turibmiz. Bu yerda o'sha Qiziltepa innovatsion tumanining innovatsion rivojlanish masalalari bo'yicha hokim o'rinbosarlari boshchiligida biz ushbu hududga tashrif buyurdik va bu yerda asosiy ko'zlangan maqsad respublikaning barcha hududlarida, kerak bo'lsa o'sha innovatsion tumanlarda mana shunday xalqaro miqyosda darajada bo'lgan maktablarni ko'paytirish, yoshlarni jalb qilish, ularni har tomonlama bilimli, yetuk, ilm fanga qiziqishlarini orttirish maqsad qilingan. Innovatsiya bugun va kelajak uchun muhim asos bo'luvchi qudratga ega. Uni hududlarga tatbiq etish orqali respublikaning eng olis tumanlarida ham taraqqiyotni yuksaltirish mumkin. Bu kelajakda ijobiy samarasini berib, farovon hayotda o'z aksini topishi shubhasiz.